Bugun mana 71 yoshli bemorni laparoskopik xolesektomiya operatsiyasiga tayyorladik. Operatsiya jarayonini qisqa lavhalar orqali ko'rsatib o'tamiz. Mana bugun Promise Service endoxirurgiya markazimizda operatsiyani boshladik. Xudo xolasa operatsiya rezultatini aytib o'tamiz. Hozir o't qopini olib tashladik, endi qorin bo'shlig'ini quritib chiqamiz hozir. Mana operatsiyamizni ham tugatib oldik. Laparoskopik xolesektomiya qilindi. Bemorimiz yaxshi, qon bosimlari 120 ga 90, saturatsiya 98, yurak urishlari 78-80 ta. Operatsiya yaxshi o'tdi. O't qopi olib tashlandi. O't qopida ko'plab o'sha 1.08 santimetrli toshlar bor. Xudo xolasa bemorimiz tezda oyoqqa turib ketadi.